Assalomu alaykum, mehrli obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta mehrli, chiroyli ishlarimizdan biri Farg'ona viloyati Toshloq tumani Yakovut mahallasi Sirli masjidi yoniga mana yana bitta yaxshi chiroyli ishlarimizdan bir o'zgacha uslubda qildik. Mana tandirimizga ozgina bir nima berib o'tib ketamiz. Tandirimizni mana 60 kilo ko'mir bilan 1 sutka mobaynida nihoyatda go'zal shaklda pishirdik. Tandirimiz pishdi mana yurtdoshlar. Ichida yorug' yo'q. Xudo xolasa ustilariga qalin qilib loylardan bosib, mana yonlari shlaka blokdan bo'ldi. Do'stlar, yonlarida o'choqlarimiz 2 dona o'chog'imiz bo'ldi. Mana bu yerda 60 litrlik qozonimiz. Yonida mana 15 litrlik qozonimiz akalar. Endi bu o'rtalaridan kirib bemalol ovqat qilsa bo'laveradi. Bu tomonga qarab qilsa ham bo'laveradi. Endi akalar mana har qanaqangi uslubda aytaverasizlar, qilib beraveramiz. Mana ko'rib, xudo xolasa baho beraveringlar. Endi kelingchi bir tutun tortishini ko'raylikchi. Asosiy qismini bir ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Hammaga qiziq jarayon. Akalar mana o'zi alanga yonib ketyapti. Skvaznoy bo'lib. Akalar mana tutun tortishini ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar, xudo xolasa. Alanga bo'lib ketyapti. Juda chiroyli. O'zi u shogird bola ham ulgurmay qolyapti. Narigisini ko'raylik. Qo'ymayapti, ha. Akalar, kichkina qozonimiz ham skvazdoy xonati. Juda chiroyli totilyapti. Mana gap yo'q. Mana akalar, 150 turbadan o'rnatdik ikkita o'chog'imizga. Mana shu holatimizga 55 ta shlaka blok, 400 ta pishig'ish ketdi. Birodarlar, mana endi yana bir o'ziga yarasha bir ozgina ishlari bor. Kafel, shkatulka aka, to'g'rimi? Xudo xolasa mana uyda egalari akamiz. Aka, xursandmisiz? Xudo xolasa yaxshi kunlarga, to'ylarga, marosimlarga ishlatib baraka topsiz. Xudo xolasa biz ham xursandmiz. Ana akalar, bizning manzilimizni bilasizlar, Farg'ona viloyati, bilganlar biladi. Toshloq tumanidan biz. Telegram kanallarimizda nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz xonadonda tandir ham yasaymiz. Novvoy tandir deysizmi, somsa tandir, uy tandir, har qanaqangi bir uslubdagi ishlarni qilib berilaveradi, zakazga qarab, xudo xolasa. Mana akalar, qo'ldan kelgancha mehr bilan yondoshib, chiroyli bir shaklda ishladik. Ko'rib o'zlaring baho beraveringlar. Suvlarimiz mana qaynash jarayoniga keldi. Akalar, tandirlarimiz ham nihoyatda go'zal bo'lib pishdi. Mana ichlarida yorug'lar yo'q. Ko'pchilik savol beradi, ko'mir bilan o'tinning farqi nimada? Mana shunda akalar. Mana tandirimiz nihoyatda go'zal. Yaxshi. Sog' bo'linglar. Ayamay like bosaveringlar. Mana shunaqa chiroyli ishlarni sizlarga havola qilaveraylik. Salomat bo'linglar.